Bu bola 10 000 metrlik balandlikka chiqdi. Maqsadi video olib mashhur bo'lish edi. Minoraning tepasiga chiqqach, o'zini yengilmas inson his qildi. U cho'ntagidan telefon chiqarib darhol ishga kirishdi. Kuzatuvchilari kutgandan ham tezroq osha boshladi. To'satdan osmon gumburlab ketdi. Orqasiga qaramay turib ham bu chaqmoqning dahshatli ovozi ekanini tushundi. Bexosdan pastga qaradi, boshi aylana boshladi va bola qulay boshladi. Qular ekan, bolaning ko'z oldidan butun hayoti o'tardi va shu lahzada parashyuti borligi yodiga tushdi. Darhol uni ochdi. Qutuldim deb o'yladi, ammo kutilmaganda parashyut ishlamay qoldi. Qattiq shamol uni sudrab baland binoning tomidan temir darvoza tomon uchira boshladi. Kutilmaganda ko'z oldi yorishdi. Bu joy Buxoroning Paxtakor svetofori, Marokand Pavrotda joylashgan sak gilamlari do'koni edi. Bu yerda 4000 xildan ortiq kavralin, daroshka va gilamlar, tekin averlo xizmatlari, yetkazib berish xizmatlari mavjudligi, narxi esa boshqa joylardan arzonligini ko'rib, bola sak gilamlari do'koni mijozga aylandi.